Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Assalamu alaykum aziz Şərq Türkistan xalqi. Assalamu alaykum qadirli qarindaşlar. Hammamizga ma'lumki, bugun No'ruz bayrami, bugun bahor bayrami. Bugun biz uchun yangi bir yilning boshlanishi. Bu yangi yilimiz va No'ruz kunimiz hammamiz uchun muborak bo'lsin. Bugun kecha va kunduz tanglashib, kunduzdan kecha ustidan g'alaba qilishga boshlagan kuni. Bu kunni Janobi Alloh bizning g'alaba qilishga boshlagan kunimiz bo'lishiga nasib qilg'ay, amin. Nihoyatda dag'dug'liq va keng doiralik o'tkaziladigan No'ruz bayrami qadimdan tortib O'rta va Markaziy Osiyoda yashab kelgan Turkiya xalqlarining, jumladan Uyg'ur xalqining milliy bayramlaridan biri. Bu bayram tarixdan beri har kishiga o'z talantini namoyon qilish uchun keng sahna bo'lib kelgan. Shundaqla bu bayramda koni yildan saboq ilinib, yangi yilda nimalarning qilinishi kerakligi talantli kishilar bilan muzokara qilinadigan bo'lg'achqa, bu bayram ajdodlarimiz tarafidan yillik xalq anjumani qilib bekitilgan. Tarixiy materiallarga qaraganda Uyg'ur xalqi islom diniga e'tiqod qilishdan burunla No'ruz bayrami ularning turmushida milliy tus olgan bir bayram bo'lib kelgan. İslamiyetdən keyinmi davamlashib kelgan. Chunki bu bayramning mohiyatiga va ro'yiga qaragan chig'imizda bu bayramda insoniyatga ziyonliq hech narsa yo'q. Bu bayramni bizga o'xshash milliy bayram sifatida tabriklaydigan ba'zi millatlarning tabriklash faoliyatlarida ba'zi xatoliklar bo'lgan bo'lsa-mu, bu xatoliklar ularning diniy aqidasidagi xatoliklardan kelib chiqqan. Shunga ularning xatoliklari bilan bizning hech qanday aloqamiz yo'q. Shunga bizning an'anaviy No'ruz tabriklash usulimizda xatolik yo'q. Dal aksicha bu bayram islomning ba'zi muhim amr farmonlarini ado qilib olishga so'rin hozirlab berdi. Masalan, Alloh Qur'oni Karim sura Rum 50-oyatda mundaq degan: Allohning rahmati yomg'irning izlari natijalariga qaraganki, Alloh o'lgan zaminni bu yomg'ir vositasi bilan qandoq tirildirdi. Ana shu qudrat o'lganlarni qayta tirildiradigan kuchdir va u har narsani qilishga qodirdir. Bu oyatda Allohning o'lgan zaminni suv orqali qandoq tirildirganligini sayr qilishimiz, uningga nazar selishimiz va Allohning qudratini mushohada qilishimiz amr qilingan. Shuning uchun musulmon ajdodlarimiz islomiyatdan keyinmi bu bayramni davom qilib kelmoqda. Chunki No'ruz mezgilida qor-muzlar erib, o'lgan va chanqigan zamin suv bilan uchrashib tiriladi. O'lik holatdagi daraxtlar jonlandi, o'lgan qurt va hasharotlar tiriladi va buningga o'xshash son-sanoqsiz o'lgan maxluqot tiriladi. No'ruz mezgili bu nuqtadan qaraganda ko'z bilan ko'rgili bo'ladigan darajada Allohning qudratiga mazhar bo'lg'achqa, Allohning san'atiga sahna bo'lg'achqa va Allohning rahmatini ochiq-oshkora ko'rsatadigan ekran bo'lg'achqa, ajdodlarimiz bu udubiyatni ado qilish uchun No'ruz kunlarini fursat bilib, xalqimizni o'ylab, qorilarimizga Qur'on o'qitib, olimlarimizga tabliq qildirib, Allohning qudrat kamolini tashviq qiladigan so'rinlarga aylantirib bergan. Shundaqla siyosiy rahbarlar bilan xalqimizning yuz ko'rsatadigan so'riniga, san'atkorlarning o'z san'atini namoyon qiladigan va talantli kishilarning o'z talantini ko'rsatadigan sahnalarga aylantirib bergan. Yana ajdodlarimiz No'ruz kunlarida yurt oqsoqollariga so'rin hozirlab, ularning koni yildan saboq olib, yangi yildan nimalarni qilinishi kerakligi to'g'risida plan tuzishga so'rin hozirlab bergan. Yana baylarni safarbar qilib, zarohatma hozirlab, fiqirlarning ahvolidan xabar olish faoliyati uyushtirgan. Bu orqali xalqimiz bir-biri bilan tanishgan, bir-biridan hunar san'at o'rgangan. Cho'nglar kichiklarni izzat qilishni va kichiklar cho'nglarni hurmat qilishni o'rgangan. Xalqimiz bir-biridan tajriba saboq olib, ong saviyasini o'zliksiz o'stirgan. Shundaqla milliy urf-odatlarni bir-biridan o'rganib va muhofazat qilib, avloddan avlodga meros qoldirib mangan. Demak, No'ruz bayrami xalqimiz tarafdan ijobiy foydalanib kelingan bir milliy bayramimiz bo'lib, Xitoy tajovuzchilari tarafidan izchil yo'q qilinishga yoki o'zgartirilishga nishon bo'lib kelmoqda. Chunki No'ruz bayrami Sharq Turkiston xalqining Junxo millati emas, balki O'rta Osiyodagi turk millatlariga mansub ekanligini har yili jakolab turmoqda edi. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqini tamoman yo'q qilib etish planiga zarba berish uchun bu No'ruz bayramimiz ijobiy shaklda o'z rolini joriy qildirishi va Sharq Turkiston xalqining Xitoy xalqi emasligini ifodalash rolini o'ynashi kerak. Shuning uchun biz Sharq Turkiston xalqi No'ruz bayrami munosabati bilan hamma yerda to'planishimiz kerak va bu so'rovlarda Sharq Turkiston xalqining Xitoy xalqi bilan hech bir jihatdan munosabati yo'q ekanligini, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligini va buning natijasida Sharq Turkiston xalqining Xitoy tajovuzchilari tomonidan irqiy qirg'inchilikqa uchrayotganligini, bu haqda butun dunyo xalqining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga yordam qilishi kerakligini, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun Xitoy mollarining va olimpik tantarbiya musobaqalarining Xitoyda o'tkazilishi boykot qilinishi kerakligini tashviq qilishimiz kerak. Mushundaq bo'lganda No'ruz bayramimiz muvaffaqiyatli bo'lgan bo'ladi. Afsuski, ba'zi yerlardagi No'ruz bayrami faoliyatlari insonning nomusini keltirdi.
Şərq Türkistan xalqı umumyüzlük irqiy qırğınçılıqqa uçrayotgan bugungi kunlarda normal bir Şərq Türkistan fuqarasının külgüdək yoki külüp usul oynagıdək ahvali bolmaydı. Amma bəzi Uyğursman etməklərinin işek üləvassa g'ajak tartibdi degandek xalqimiz üləvassa g'ajak tartib o'ynab ketishleri baxtlik insonlardek ko'rinish uchun urilgan sun'iy kulkinlari va bir nimasining to'yi bo'layotgandek hijiyib xushalliq havosi yaratishga tirishishi dal Xitoyning orzusiga uyg'un bo'lgan Navro'z tabriklash sahnalaridir. Bundaq g'ajak tortish Xitoy tajovuzchilariga moslashib, Sharq Turkiston xalqining sharafini yerga urganlikdir va bizning an'anaviy Navro'z tabriklash usulimizga xilofdir. Navro'z tabriklash usulimizning bu qadar chuprandi bo'lishi Xitoyning o'rinlashtirishimi yoki bizning g'ofilligimizdan va jaholatimizdanmi? Bu haqda o'ylanishimiz lozim. Darhol bu ahvolni tuzitib, o'zimizning an'anaviy Navro'z tabriklash usulimizga qaytishimiz lozim. Navro'z mezgili jonlanish va terilish zamoni bo'lg'achqa, Navro'z bayramini tabriklashmo jonlanishimizga va terilishimizga xizmat qilishi kerak. Hurmat bilan Sharq Turkiston Cumhuriyeti Surgunda Hukumati Cumhur Rais ishxonasi 2022 yil 3 oyning 21 kuni. Xi Jinping Tayvan masalasini bir taraf qilishda xato usul qo'llanish Xitoy Amerika munosabatini zarbaga uchratadi dedi. Yahoo xabarlarining 18 martdagi xabarda aytilishicha, Xitoy axborot vositalari Amerika prezidenti Jo Bayden bilan Xitoy raisi Xi Jinping juma kuni ko'rishganda, Xi Jinping Baydenga Tayvan masalasini to'g'ri bir shaklda hal qilib, Amerika Xitoy munosabatiga pozitiv ta'sir ko'rsatishdan saqlanish lozimligini aytganligini xabar qilgan. Xitoy bölgünçe ülke deb qargan Tayvanni zörür tepilsa, məcburi usullarni qo'llanish orqali o'z qo'yniga qaytarib kelishni xohlaydiganligini, buning Amerika Xitoy munosabatidagi nozik va muhim nuqta ekanligini aytgan. Xi Jinping Bayden bilan bo'lgan sinliq ko'rishish jarayonida Amerikadagi ba'zi shaxslar Tayvanning mustaqilligini targ'ib qilgan kuchlarga xato signallarni bermoqda. Bu intayin xatarlik. Tayvan masalasini bir taraf qilishda to'g'ri usul qo'llanilmasligi Xitoy Amerika munosabatini buzg'unchilikqa uchirdi. Amerikaning bu masalaga diqqat qilishini umid qilamiz degan. Bayden bilan Xi Jinping sinliq ko'rishishdan burun ahvoldan bevosita xabardor bir manbaning Reuters agentligiga aytishicha, Xitoy aviamatkasi Shandongni Tayvan bo'g'zidan o'tkazgan. Oqsaroy bayonotchisi Bayden Xitoy bilan o'tkazgan sinliq yig'inda Amerikaning Tayvan siyosatining o'zgarmaydiganligini qayta takrorlaganligini, Washingtonning hozirgi sharoitdagi har qanday bir taraflamalik o'zgarishga qarshi turadiganligini, barliq taraflarning Rossiya Ukraina dialogini o'rtaq qo'llashi kerakligini, Amerika bilan Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining muhim masalalar haqida Rossiya bilan suhbat o'tkazishi kerakligini aytdi. Tayvan Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning Tayvan bo'g'zining tinchligini saqlash tirishchiligi va yordami uchun rahmat aytadiganligini bildirib, Xitoyni konkret tadbir qo'llanishga, Rossiyaning Ukrainani ishg'ol qilganligini ayblashga chaqirdi. G'arbning Rossiyani jazolashiga qo'shilib, Ukrainalik musofirlarga yordam avatdi. Şərq Türkistan Surgunda hökuməti bununla Twitter hesabından inkos qaytarıb, biz Amerikaning Xitoyning Tayvan, Tibet va Şərq Türkistan bilan munosabatlik talablarga bo'ysunishdan qattiq ansiraymiz. Amerika Qo'shma Shtatlarini Xitoyning Şərq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, Tayvanga qilayotgan tahdidini orttiradigan har qanday bir kelishimnomadan o'zini qochirishini talab qilamiz dedi. Xitoy amaldorlari Rossiyaga qarata yurgizilayotgan jazoning barg'ansari nacharlashib ketayotganligini aytdi. Reuters agentligining 20 martdagi xabariga qaraganda, Xitoyning bir yuqori darajalik amaldori shanba kuni e'lon qilgan bir bayonotida G'arb davlatlarining Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi sababidan Rossiyaga qarata yurgizgan jazosining borgansiri ig'irlashib ketayotganligini aytdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Liu Jingmo Moskvaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga bo'lgan ko'z qarashini qabul qilib, ittifoqning sharq tarafga yana kengaymasligini, Rossiyadagi yadro kuchga ega bir davlatni bir bulonga qistab qo'ymasligini talab qildi. Xitoy urushqa bo'lgan andishalarini tilga olgan bo'lsa-mu, ammo Rossiyaning Ukrainani ishg'ol qilishini ayblamadi. G'arbning Rossiyaga qarata yurgizgan iqtisodiy jazosini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi tasdiqlamagan deb qo'llamadı. Liu Beijing bexatarlik munbirida so'zlagan so'zida Rossiyaga yurgizgan jazoning borgansiri ig'irlashib ketayotganligini, Rossiya xalqining sababsizlar chet eldagi mablag'idan mahrum qolganligini aytib, tarix jazoning masalani hal qilolmaydiganligini isbotladi. Jazolash xalqqa ziyonli. İqtisod va pul muomala sistemasiga ta'sir ko'rsatadi. Dunyo iqtisodini nacharlashtirib yetadi dedi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Twitter hisobidan inkos qaytarib, qarmoqqa Bayden bilan Xining uchrashishi Xitoyni Rossiyani qo'llashidan voz kechtirolmaydigandek turdi. Amerika Xitoydan yordam talab qilib, o'zini xunuklashtirishdan voz kechishi, uning o'rniga Rossiyaga qarata qanday harakat qo'llangan bo'lsa, Xitoyga shu harakatni qo'llanishi, Xitoyni jazolandirishi lozim dedi.
Uyg'ur qatliamı masalasida dunyoning kuzatuvchilikdan aralashuvchilikqa aylanishini qo'lga keltirish muhimdir. Uyg'ur qatliamı boshlangandan beri dunyo, bo'libmi musulmon dunyosi asosan kuzatuvchilik va hatto uni qo'llovchilik rolini elib keldi. Stalinning odamning tenini shirkandiradigan mundaq so'zi bor. Bir odamning o'limi tragediya bo'lsa, million odamning o'limi faqat bir statistikadir. Qo'rqinchligi shuki, odatda kuzatuvchilar odamlarning soniga ancha diqqat qilmaydi. Hatto son qancha ko'p bo'lsa, aksincha ko'ngil bo'lish tadbir tanasida texmo nacharlashishga yuzlanadi. Ba'zilari bu sonni g'oyat zo'r ko'rib, uningga aralashishdan voz kechadi. Ba'zilari bu sonlarni kallasida normallashtirib oladi yoki bu sonlar ular uchun faqat bir jonsiz raqamlar bildiradi xolos. Shu nuqta ta'kidlanishi kerakki, xuddi yuqorida ko'rib o'tganimizdek, har qanday bir qatliamning yuz berishida insonsizlashtirish bosqichi intayin muhim o'rinda turadi. Bu bosqich orqali qatliamni planlovchilar allburun o'zlari kuch ko'rsatayotgan agiz kuchlarning kallasiga ularning o'ltiradiganining odam emas, balki hayvon, hatto hayvondan battar bir maxluq ekanligini qo'yib bo'ladi. Mana bu sababdan odamiylikdan ayrilgan qotillarning nazarida o'ltirilmoqchi bo'lganlar odamiysizlashadi. Ularning hayoti faqat bir songa va hatto sanashqimi arzimaydigan bir jarayonga aylanadi. Ammo mana shu o'xshash insonlar g'alati va hatto odamni tushkunlashtiradigan darajada kuzatuvchilarning nazaridami insonsizlashadi. Xuddi o'ltirilayotganlar ular uchun faqat bir statistikalik raqamdekla. Kuzatuvchilarning nemishqa soni intayin ko'p va xarakteri nihoyatda tabiiy qirg'inchiliklarga, qatliamlarga sukut qilishi, parvosiz qarashi va hatto qotillarga yon besishini faqat moddiy manfaatdoshlıq deb tushundirish bekla oddiy, bir taraflama va xatodir. Bu inson xarakteridagi bir muammodir. Doktor Mamtimin Ala apandining Uyg'ur qatliami nomli kitobidan ilindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.